Assalomu alaykum. Meni ismim Gulshannoy Mahkamova Utaninaman. Men O'zbekistondan keldim. Men diagnoz kasalim ko'ksa artroz suyak yemirilishi, tizzamni boshqara olmasdim. Og'riq o'ta kuchli edi. 2,5 yildan beri bir joyda yotardim. Men juda ko'p davlatlarda bo'ldim, kasalimga davo axtardim. Hindiston, boshqa qo'shni mamlakatlar, lekin juda ko'p klinikalarda tahlil qilib turib, men aynan Bursadagi Medikabil klinikasini tanladim. Va bu tanlovda men adashmaganimni tushundim. Chunki bu yerda meni a'lo darajada kutib oldi. Professor Umarxo'ja, uni komandasi boshchilik a'zolar meni endoprotez qo'ydi. Operatsiya a'lo darajada o'tdi. Nihoyatda zo'r tibbiy xizmat ko'rsatishlar a'lo. O'ta zamonaviy jihozlangan. Oziq-ovqatlar o'ta totli. Medikabil klinikasining barcha professor xodimlari, o'sha tibbiy xodimlari, barcha xodimlar o'ta shirin so'z, ishini mutaxassisi a'lo darajada bajaradi. Menga bu yerda eng asosiy yoqqan joyi hamma professorlar, hamma vrachlar birgalikda maslahatlashib, shu kasalni butunlay shu vaziyatdan chiqishga harakat qilar ekan. Men faqat bitta professor emas, juda ko'p professorlar o'rtalikda davolab, keling, menga o'xshab davo toping, dardlaringiz ko'rmaganda yo'q kayfiyatingiz a'lo bo'lib ketsin. Katta rahmat. Sog' bo'linglar.